Allohning Malik degan bir ismi bor ekan. Shu Malik degan ismni mana hozir peshin namoziga kelib zavol vaqti deydi. Zavol vaqti shu quyosh tikkaga kelgandan keyin peshin vaqti kirgan bo'ladi. Shunda namoz o'qisa bo'ladigan vaqtni zavol vaqti deyiladi. Man wazaba alayhi vaqta az-zawali kulla yawmin 100 marra safa qalbuhu wa zala kidruhu. Bir odam Allohni ya Malik degan ismini Qur'onda Xudo aytgan ismini shu zavol vaqtida shu peshindan oldin peshinga kelgan odam zavol vaqtida 100 dona aytsa, uni qalbi toza bo'ladi va undagi kirlik ketadi undan dedilar. Gina guduratdir yoki bir qalbida yomonlik bordir. Shu qalbdagi yomonliklar ketib, insonning qalbi tozalanib qolar ekan. Ya Malikni 100 dona sanalar ekan. Zavol vaqtida. Va man qara'ahu ba'da al-fajr 121 marra aghnahu Alloh min fadlihi. Agar kimiki bomdod namozidan keyin bomdod o'qildi, duolar qilib bo'lgandan keyin 120 bitta aytsa, Alloh jalla va ala o'z fazli karami bilan uni birovga hojatini tushirmaydi, boy badavlat qilib qo'yadi debdilar. Ya Malikni bomdoddan keyin 120 bitta, peshin namoziga kelganda 100 ta aytsa, 100 ta aytganida qalb tozalanadi, qalb poklanadi. Bomdoddan keyin aytganiga Alloh unga boylikni nasib qiladi debdilar.